Zokir aka biz baxtli bo'la olmaymiz. Nimaga? Bacham akang kim bilan telefonda gaplashyapti? Qizchasi bilan. Yana gaplashyaptimi? Ha. Men sizga xiyonat qildim. Yo'nangga tut, oyoqdan tut. Oyoqdan tut. Bosh, seni kech. Voy, o'ziga bos. O'ziga bos. Bitta qiz uchun ham shunaqa qiladimi? Kalla pallanga ishing bormi? Qurtladingmi, ha? Kuturmadingmi? Kuturashdingmi? Nima bo'lib ishlayapsan? Tushunmayapsiz. Men undan boshqasi kerak emas. Men uni sevaman. Ana. Nima bu? Zahratun fast foodni Qorako'l filialidan 3 ta pitsa zakaz qildim. Nima qilasan 3 ta pitsa olib? Shuncha pul xarajat qilib. Odada qimmat emas, 3 ta pitsa atiga 119 ming so'm. U yerga oilaviy borib ovqatlansa ham bo'ladi, yon tarafda supermarket ham bor, uyga ro'zg'or qilsa ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? O'tqay bacham akang chaqirib chiq, yeymiz birga. Chaqirmayman uni, quturgan u. Nimaga? Bilmayman, bir oydan beri qarang, xonaga kirib chiqmayapti ham. O'zing kirib chiqaysan o'zi? Qarang. Bacham? Oho. Dur.